Assalomu alaykum. Bugun siz bilan birgalikda qisqa muddatda yana bir kasallik haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Ateroskleroz. Ko'pchilik bu kasallik haqida eshitgan, lekin kasallikning kechishi haqida tasavvurga ega emas. Ateroskleroz haqida gapirishdan oldin avvalo xolesterin to'g'risida birozgina bilib olishimiz kerak. Xolesterin bu yog', asosan hayvon yog'i tarkibida ko'p uchraydi. Bu organizmda doim bor va me'yoriy miqdorda jinsiy gormonlar, o't suyuqligi va D vitamini kabi muhim biologik aktiv moddalarning sintezida ishtirok etadi. Lekin organizmda uning me'yordan ko'payib ketishi bir qancha kasalliklarga, shu bilan birgalikda aterosklerozga ham sababchi bo'ladi. Ateroskleroz bu arteriya qon tomirlarining devorida xolesterinning to'planib qolishi tufayli qon aylanishining buzilishidir. Bilamizki, arteriya qon tomirlari odatda tananing qismlarini ozuqa va kislorod bilan ta'minlab turadi. Bunday tomirlardagi o'zgarishlar esa har xil kasallik belgilarini keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun, agarda ateroskleroz yurak arteriyalarida uchrasa, tush, yurak atrofida hamda chap qo'l sohasida og'riq paydo bo'ladi. Yurak notekis uradi, muzlab qolganday bo'ladi. Tez ura boshlaydi. Jismoniy zo'riqishlarda esa nafas bo'g'ilishi mumkin. Agarda ateroskleroz bosh miya arteriyalarida kuzatilsa, bosh aylanadi, xotira yomonlashadi, hattoki insult rivojlanishi mumkin. Oyoq arteriyalarida kuzatiladigan aterosklerozda esa oyoqning son, tizza qopqog'ining osti, tovon orqasi qismlari tinib qoladi. Boldir mushaklari zirqirab og'riydi. Yurganda og'riq paydo bo'ladi. Tinch holatda esa bunday og'riqlar yo'qoladi. Hattoki og'ir bosqichlarda oyoq kaftida yaralar paydo bo'lishi mumkin. Agarda ateroskleroz buyrak arteriyalarida paydo bo'lsa, unda bosh aylanadi, bosh og'rig'i, qon bosimining ko'tarilishi, umumiy holsizlik kabi belgilar paydo bo'ladi. Agarda sizda yuqoridagi kabi belgilar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilishingiz zarur. Aterosklerozni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar nosog'lom turmush tarzi, xolesteringa boy hayvon yog'larini iste'mol qilish, ichish, chekish, semizlik, diabet va kam harakatlikdir. Ateroskleroz uzoq yillar davomida shakllanadi. Shunday ekan, uni to'liq davolashning iloji yo'q. Shunchaki uning ta'sirini kamaytirib, uzoq umr ko'rish mumkin. Buning uchun birinchi navbatda kasallikni keltirib chiqaruvchi sababni yo'qotish lozim. Sog'lom ozish, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, qondagi qand miqdorini doimiy nazorat qilib borish, xolesterinli mahsulotlar iste'molini kamaytirish hamda sog'lom turmush tarziga o'tish orqali ushbu kasallik bo'yicha bezovtalik hissidan qutulish mumkin. Bundan tashqari, dori-darmonlar yordamida va xirurgik yo'l bilan ham bemorlarning ahvolini yengillashtiruvchi usullar mavjud. Ammo yuqoridagi sog'lom turmush tarziga amal qilinmas ekan, bu kabi usullar samarasizdir. Bugun ham siz bilan birgalikda ma'lum bir kasallik to'g'risida qisqa muddatda qisqa ma'lumotga ega bo'ldik. Xayr, salomat bo'ling.